Ota o'g'liga o'g'lim sen uylanishing kerak dedi. O'g'il aytdiki, ota o'zimni zo'rg'a boqaman. Uylansam ayolimni qanday boqaman? Keyin ham menday qashshoqqa kim ham qizini berardi dedi. Yo'q. Yaxshisi uylanmayman dedi. Ota aytdiki, men qiz ham topib qo'ydim. Qiz ham, uning ota-onasi ham qizini bizga berishga rozi dedi. O'g'il aytdiki, yo'q, uylanmayman. Ota aytdi, qiz hokimning qizi. O'g'il roziman uylanishga dedi. Ota telefonni olib hokimga qo'ng'iroq qildi. O'g'limga qizingni berasanmi? Hokim aytdiki, men o'g'limga qizimni bermayman. Shunda ota aytdi, o'g'lim bankda ishlaydi. Hokim roziman dedi. Ota telefonni olib bankning boshlig'iga telefon qildi. Iltimos, o'g'limni bankingizga ishga olsangiz. Bank boshlig'i o'g'lingizni ishga olmayman dedi. Ota aytdiki, o'g'lim hokimning kuyovi. Bankir dedi. Ertadan o'g'lingiz ish boshlashi mumkin. Azizlar, qashshoq bo'lsak ham ma'naviy boy bo'laylik. Ko'rinishimiz, kiyinishimiz qashshoq bo'lsa ham so'z boyligimiz uncha-munchasiga qaraganda boyroq bo'lsin. Aqlli otaga tan bermasdan ilojimiz yo'q. Omon